Valla sizlar bilan Fix Gamer yangi videodan chiqibdi. Obunachilar, biz har doimgidek mashinalarimizni taxlash servisiga keldik. La'nat o'tibdi. Nima bo'ldi? Metani qo'ying aka, 95 propan qo'ying. Polni bak. Hozir qo'yadi. Bo'ldi, qo'ydi, ketdi. Rahmat aka. Bitta pulni tashlab ketaman. Buni bilasizlar, doimda o'z parking do'rdamiz. Qadam emas, obunachilar. O'zim parking do'rda so'randi. Necha oy deganida premium magnada gapiryapti. Umuman o'ynamay qo'ydim, Minecraft video chiqarib tashladim. O'shaning uchun o'z parkingda video olishga harakat qildim. Sizlarga Malibuda multibuda drift ko'rsataman. Multibuda. Chaqol shahzodacha. Cho'taga shu Malibuda minus taraflar bir tezlik bilan zo'r uchib ketadi. Minus tarafi shu bir tezlik bilan ko'tarilib ketaveradi. Aynan 5-6 sekunddan ko'tarib tezlikdan ko'tarilsa mana buni birdan ko'tarilib ketadi. Salkam kelgandan Brezbi yoki bir endi ketsin botani birinchidan ko'tariladi. Nima farqi multibuza to O'zbekiston bo'yicha eng zo'rroq mashinalar bo'yicha ikkinchi o'rinni shunga kerak. Birinchi o'rin bilmayman, ikkinchi o'rin Malibu kerak. Unda o'ziga farqi yo'q. Mana Yuanov trasini ko'rgan. Yuanov nechta o'rin? Zo'rlarda o'tibdilar. Bunaqa Yuanov o'rinlari 14-o'rinda tursa kerak. Mana uchun mana bu zo'r to'xtatdi. Mana buni ko'rsatlar. Endi biz obunachilar mashinalarning zayvali olmayman. Sizlarga video chiqaraman deb o'tirdim. Alyo, Sweet River, Minecraftga tez. Nimaga janob mer? Video olyapman, o'zim parkingdaman. Hozir o'zim parkingga chiqaraman, tez Minecraftga. Tut. Men o'buncha video uchun qutulaman. Nima deydi bular? Boshqa video chiqardim. Ana endi ketdi o'buncha hamma bo'lsam. Mana shunday torsa bo'ladi-ku. Buni qaranglar, birdan chiqmaydi. 5 bo'lsa 10 ga chiqib ketadi tortib. Buni qaranglar-da. Mana shunday 200 tezligicha shunday bo'ldi. Malibuga shu 1 yilgacha shunday bo'ldi. Bu yaxshi o'bunachilar. Qoch. Obunachilar yomon so'rdi mashina. Ishonarsan obunachilar mashina tortmayapti. Mana bez problema farqi bor. Ultra turtgan bos bo'lmayapti obunachilar so'rdi. Endi bosaylikchi. To'xtanglar obunachilar. Mashina sozlamalar ekranida sportga olib qo'yamiz. Drift yo'qotganmi? Sport yo'qilgan. Qayta boshlashni bosaman. Bu narsa obokiga sanat bo'lmaydi. Bizga biyodi ham emissiya forma ham bosforaylik chiqmayapti. Mana jenta yaxshi tortdi ekanmi? Shu Malibuni qo'yganman. Farqi bizga bo'lsa Nexus 3 ta yaxshi bo'laman. Nexus 3 sakkizinchi shunday. 10 ta top mashinalarni ayttirayim. Birinchisi obunachilar O'zbekiston bo'yicha eng tez yuradigan mashina. Bu bilmadim endi. Tiggo 8 Pro'ni 7 Pro shunda. Ikkinchi o'rin Malibu Pixel 3 Pixel, keyin 3-chi o'rin BYD ham sportga qo'ygan, 4-chi o'rin Jetour, 5-chi o'rin bilmaydi, 6-chi o'rin shu
oddiy mashinada obunachilar 6-chi o'rin oddiy berishadir. 7-chi o'rin 7-chi o'rin Malibu birlasi 8-chi o'rin Nexia 3 9-chi o'rin Bivadivano 10 Kia Sonet. Yo'q, 10 Damas obunachilar, Damas legenda. Komment yoz, Damas legenda, chempion deb ketdilar. Любой Damas so'radi. Tonde James. Obunachilar, shunaqa videolarni chiqishni xohlasanglar, like va obuna bosmagan Harry Potter. Nimaga Harry Potter aylansanglar, chunki qaysi turlar Harry Potterdir. Shuning uchun Harry Potter deyotgandirman. Ular meni uzoqlarda yozasizlar. Mashinada zayg'allar chiqmasa kerak bugun bizda. Laketotla. Yo'qmi obunachilar. Alo, nima deysan, Jitil? Esanda isofobi. Qachondan chiqasan? 15-chi. 15-chi baykuri dacha chiqaman degandek. Hali beri chiqmayapsan. Chiqamiz. Hozir video olyapman. Qisqagina o'tirlari Minecraftdan telefon qilaverasan. Hozir jon o'tmay qildi o'zi. Manga farqi yo'q. Chiqsa sayabmi yo'qmi? Yo'q, qilyapman. Yo'q, chiqaman. Keyingi videoda chiqaman. Videoga olaman buni. Yo'q, obunachilarga video bosdan chiqishga to'g'ri keladi dachani. Nimaga? Shu oddiy yuribmiz-ku dacha cho'milamiz. Shu oddiyda bizdan dasturxon yozib qo'yganmiz o'zi. Hamma narsa taxlangan. Ahmad keladi, Jamol keladi, Asad keladi, Alisher keladi, sen kelasan. Necha kishimiz? Bilmayman, o'zim ham. Bu dacha bo'lganda hisob kitob qilamiz. Obunachilar bilan dastim Minecraftda video olaman deyman-da просто. Minecraftdan video olsam, sizlar xafa bo'libsizlar. Ko'pinchasi yozibdi. Uzun partiydan video oling. Iltimos, bizga qiziq ketamiz. Mashinadagi zaybalar qachon chiqadi? Yo'q, qayerdir. Plus mashinadagi zayballarni xohlayapti-da. 10 kundan beri mashinadagi zayballar chiqsin deb kimdir yozyapti. Sizlar kommentda yozib ketinglar, mashinadagi zayballar chiqsin deganlar. 60 ta like dan keyin chiqaraman. Ungacha chiqarmayman. 60 ta like sizlarga bo'ldi. Obunachilarning Trigger Premier. Nimaga pusht qilib qo'ygan qaysidir musor. Premier ekanmi? Premier emasmi? Bilmadim, endi ko'rsatmagan obunachilar. Premier kerak. Trigger narman to'xtadi. Ahmoq Malibu drulun qo'ygan. Sizga ko'pincha to'shaganmi? Shuni bo'lmaydi obunachilar. Nimaga Trigger to'xtmayapti? Obunachilar to'xtayotgan sabab shu edi. Bosmagan ekan. Shunda biza Minecraftdan nimaga video olmayapsan desalar, uzun partiyani aytib qo'ydi. Obunachilar, uzun partiya. Mashina yana telefon qilib asabimni yesa, qizib beraman mayli. Yo'q, obunachilar, o'yin qilayotgan. Obunachilar, sizlarga eng qiziq qaysi video yoqadi? Kommentariyada yozib qoldirish umidinglardan chiqmaydi degan umiddaman obunachilar. Chunki men har kun mana shunaqa kontent chiqarishim uchun like va obuna ko'p bo'lsa va doim shunaqa videolar ayamay chiqaraman. Voy janoza obunachilar, men uchun Trigger dumalab ketdi. Mana endi o'zi navbat. Mana obunachilar Tonde James. Bu obunachilar dumalab ketadi. Sportga bo'lmaydi. Tamam. Shuni qayta boshlash bo'lsangiz, obunachilar nima ham qiladi? Qani Damas deydi-yu.
Kendimiz. Obunachilar, buni o'zim olib berdim. Minecraftda ko'pinchaliklar katta sodda bo'ladi. Nima? Puq? Kim buni yozib ketdi? Jin ursin. Aytdim nima damasim. Kimdir bo'lsin. Mana shu balon chiqib ketdi. Tortmayaptimi damasim. Yetmay turgani puq deb yozib ketgan. Obunachilar trektor bo'lsa damas ko'ramizmi? Menimcha trektor primer yutadi. Birinchi damas 0 dan 100 ga. 1 2 3 to'xtaylik obunachilar. Mana shuni qo'yib aniqlaylik deb mana bu. 1 2 3 4 5 6 7 sekundda chiqdi. Palakat. Buncha damasdi, mana shu tomon yo'qmidi obunachilar. Mana shuning trektor 2 1 2 3 4 5 6 7. Nima? Ting? Qara qizga ting. Trektor matalaverib o'zi damas bilan ting bo'lyapti. Obunachilar bekor yetishibdi o'zi. Mana kimni mana shu yerda eng sevgan mashinasi. Basraga tushaylikani qanaqa mashina bor ekan buni? Gelkmi bu? Uy, obunachilar eng sevgan mashina Gilk. Obbo, obunachilar asra avvalo haydashadi. Qani bostojon. Hamma yana yoradi. Qani bosinglarni to'chakcha bizga yo'ltirma. O'sha qancha bor ekan. Qani to'chov uching bitta. Ana obunachilar uchyapti. Guruchlarni men eng tayyor qolgan. Chunki bu qurollar eng tayyor qoladi. Obunachilar o'qidilikka turganmiz, demak qurolida hammasini bitta qildi. Hamma bundan yo'ramaydi. Lekin bu nimaga hamda uchun obunachilar? Qaranglar, to'pni sportga qo'ydingizmi? Transport qo'ygan obunachilar nega to'pmayapti? Unda bu farqi bo'lsa-chi, nechta chiqargan o'zi. Ma 240 obunachilar 240 gigaliklardan to'pdan bo'lsa, ular qusuraman, bu sportga qo'yib nima bo'ldi? Ondan palaga turmuştum. Машина kayıtta başlar. Yani obunachilar kayıttım. Piyasani qaydamiz obunachilar. Muhimi piyasani qayda qo'ymadi bugun. Bu videomiz nimali nomini aytmadim obunachilar. Mashina vs mashina. Obunachilar baqirdim. Bu bizga farqi yo'q endi. Mashina vs mashina. Drift. Obunachilar yengil to'rt degan kiyasini. Yaxshi bizga yengil to'rtsa, endi biz mana shuni uchirib haydaveramiz. Bu nimaga deb palaga tushib to'rtmaydi. Tinchgina obunachilar yengil to'rtsa, shuni aytdim. Dumalab ketadi. To'rttani bor.